Hammaga salom. Bugungi videomizda Owen kompaniyasining shunaqa chiqqan yangi osilloscopini sizlar bilan reklama qilamiz. Birgalikda YouTube kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Buni aliexpress.com saytidan sotib olgandik. 12 kunda yetib keldi. Sotuvchiga rahmat aytamiz. Ko'rib turganingizdek, bu 2 kanalli. Bunda 2 xil rejim bor. 10x yoki 1x. Xohlasangiz 1x da ko'rasiz, xohlasangiz 10x da. Va hamda kalibrovka vaqti ham bor. Ko'rishingiz mumkin 10x da yoki 1x da. Va bu ikkinchi kanali. Buni qulayligi boshqa osilloscoplardan ko'ra avto rejimi ham bor. Xohlasangiz bunday, xohlasangiz bunday, xohlasangiz bunday ko'rishingiz mumkin. Menu knopkasi bor. Xohlasangiz bundan, xohlasangiz bundan. Va Tiger rejimi ham bor. Xohlasangiz ko'rishingiz mumkin. Bu esa kengligi. Bu esa horizontal. Bu esa vertikal. Bunda ham vertikal. Bu volt rejimi. Bu ham volt rejimi. Bunda ham avto rejim bor. O'lchagan chastotangizda ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari, bunda laboratoriya sharoitida o'zidan generatsiya ham chiqaradi. Keling birgalikda shuni ko'rib chiqamiz. Bunda sinus. Треугольный. Bu kvadrat. Bu amplituda. Bu sinus. Ko'rishingiz mumkin. Sinus ham xohlasangiz voltini bilishingiz mumkin. Sinusda xohlasangiz chastotasini belgilashingiz mumkin. Bir millisekundgacha. Chastotani xohlasangiz 50 Hz gacha. Bu osilloscopimiz 100 MHz dan 1 gigasekundgacha o'lchalar. Bunda qo'shimcha USB joyi bor. Bu chastotani xohlasangiz fleshkaga ko'chirib olib tahlil qilishingiz ham mumkin. Bu apparat bilan kelajakda sizlar bilan svarishni apparatlarda, invertorlarda tuzatishda, sozlashda, remont qilishda o'rgatamiz, ko'rsatamiz, yordam beramiz. Video darsligimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qolishni unutmang. Sog' bo'ling.